Hurmatli Vot Market YouTube kanali a'zolari, hurmatli kuzatuvchilar, hammalaringizga xayrli kun. Bugungi kunimiz 13-mart, hafta kuniga payshanba 2025-yil. Bugun sizlar uchun Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida tashkil etilgan paxta mahsulotlari bozori, ya'ni Bunyodkor bozoridan sizlar uchun alohida chiroyli bir video tayyorlaganmiz. Mana shu videoda sizlarga taqdim qilamiz. Bugungi videomizda bizda sotuvda mavjud bo'lgan taxtalar haqida, taxta mahsulotlari haqida, reykalar, qolaversa shpont mahsulotlari, pol taxtalar haqida yana ham bir to'liqroq variantda ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Albatta like va podpiska tugmasini ayamaysizlarga umid etamiz. Hurmatli obunachilar, birinchi bo'lib shpont pol taxta mahsulotlarimiz haqida ma'lumot bersak, ko'rib turganlaringizdek shpont pol taxta mahsulotimiz hozirgi kunda ustalarimiz ham, xonadon egalari ham mana shu taxta bozoriga kelib, o'zlari xonadonlari uchun, yangi qurilayotgan uylar uchun taxta mahsulotlarini olishayotganda oddiy pol taxta mahsulotlaridan voz kechishgan. Albatta, hozirda uni o'rniga mana shunaqa bir-biriga kiyishuvchan shpont pol taxta mahsulotlari juda ham hamyonbop, nima deydi, ham qulay, har tomonlama mukammal, nima desak bo'ladi. Ustalarimiz ham qiynalmaydi. Eng asosiysi vaqtni ortiqcha olmaydi. Hurmatli obunachilar, bizda barcha turdagi shpont pol taxta mahsulotlari mavjud. Albatta, razmerlariga keladigan bo'lsak, razmerlari juda ham keng assortimentda. O'rtacha aytadigan bo'lsak, 9 santimetrdan 14 santimetrgacha bo'lgan qalinlikda bo'lgan holatda shpont mahsulotlarimiz mavjud. Albatta, eniga 9 ga, eng kattasi 14 santimetr. Qalinligiga keladigan bo'lsak, 2,5 mana shu atrofida bo'ladi, uzunligi 4 metr bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, albatta yaxshi, zo'r, nima desa bo'ladi, sifatli pol taxtalarni olgandan keyin unga sherik qilib ustakalarimiz ko'proq so'raydigan, talab qiladigan, nima desa bo'ladi, ham hamyonbop, ustalarda qiynamaydigan lagaliklarimizga o'tishadi. Albatta, mana ko'rib turgan lagalingiz 10 santimetrga 4 santimetr, uzunligi 4 metr. Bu ham mana shu shpontlarimiz uchun sotiladigan juda ham hadavoy lagali mahsulotlar. Boshqa variantdagi qalinroq, keyin sifatliroq bor lagalarimiz bor. Albatta, buni razmerlariga qarab turib, shpont pol taxtani qalinligiga, uzunligiga qarab turib ko'proq ustakalarimiz o'zlari olishadi. Narxlarini xudo xolasa kelishtirgan holatda chiroyli qilib beryapmiz. Kelaverasizlar, xudo xolasa pastda nomerlarda qoldiramiz. Listovoy taxta mahsulotlarni so'raydigan usta akalarimiz uchun, klientlarimiz uchun albatta listovoy taxta mahsulotlarimiz ham mavjud. Sotuvda bor listovoy taxta mahsulotlarimiz asosan hadavoy varianti. Uzunligi 4 metr, sifatini ko'rishlaringiz mumkin. Mana 4 metrga 14 ga 4 santimetr qalinliklari. Albatta, sifatiga xudo xolasa kafolat beramiz. Cheklanmagan miqdorda xudo xolasa pastda nomerlar qoldiramiz. Mana shu nomerlarga telefon qilgan holatda o'z uchun kerakli ma'lumotlarni, o'z uchun kerakli bo'lgan savollarga javoblar olishingiz mumkin. 6 metrli taxta mahsulotlariga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, 6 metrli taxta mahsulotlarimiz barcha turdagidan mavjud. Sotuvda bor. Albatta, razmerlarini xudo xolasa asta-sekin ko'rsatib o'tamiz. Taxtalarimiz hozir holatini ko'rsatsak, taxta mahsulotlarimiz holatini ko'rib turibsizlar, juda ham a'lo holatda. Barcha turdagi mahsulotlarimiz ham mavjud. Kattaroq razmerdagi taxta mahsulotlari kerak bo'lsa, u holatdagi taxta mahsulotlarimizdan ham bor. Ko'rib turganlaringizdek, taxta mahsulotimizning uzunligi 6 metr, sifatlarini ko'rib turibsizlar, juda ham tiniq holatda. Razmerlariga keladigan bo'lsak, 18 ga 5 santimetr. Albatta, ko'rib turganingizdek, abrezyon taxtalar holatlari juda ham yaxshi. Yana ham kattaroq variantlar uchun, kattaroq razmerdagi taxta mahsulotlarini so'raydiganlar uchun taxta mahsulotimiz yana bor. Taxta mahsulotimiz to'liq razmeriga keladigan bo'lsak, 20 ga 5 santimetr, qolaversa uzunligi 6 metr. Endi xuddi shu variantda yana bir kichikroq varianti bor. 11 ga 5 santimetr bu ham, buni ham uzunligi 6 metr. Holatlarni ko'rib turibsizlar, juda ham a'lo holatda. Endi navbat brus mahsulotlarimizga keldi. Brus mahsulotimiz ko'rib turganingizdek, holatlari juda ham a'lo. Razmerlariga keladigan bo'lsa, 9 ga 9 to'la razmerda. Bir xilgilaricha oshiqroq ham, sababi 9 dan 9,5 gacha. 9,5 ga 9,5 ham bor. Albatta, juda ham sifati, baquvvatligi, o'zini holati juda ham zo'r. Uzunligi 6 metr.
Bu brus mahsulotimiz ham juda ham hadavoy varianti, sababi ko'proq vodiy bo'yicha, Farg'ona, Andijon, Namangan bo'yicha juda ham ko'p so'raladigan, ko'p sotiladigan variantdan. Do'stlar akalar, bizda reka mahsulotlarini barcha turdagi o'lchamdagi, razmerdagi reka mahsulotlarimiz mavjud. Ko'rib turganingizdek, alohida arraxonamiz bor. Mana shu arraxonamizda buyurtmalarga ko'ra barcha turdagi reka mahsulotlarni chiqarib beramiz. Albatta, shipr reka jismi, chorniy reka jismi, tunika fon uchun, gipsokarton uchun, dekor plus, shunga o'xshagan barcha turdagi qurilish mahsulotlari uchun mo'ljallangan reka mahsulotlarini bemalol chiqarib beramiz. Hurmatli obunachilar, ko'rganlaringizdek bizda barcha turdagi taxta mahsulotlarimiz mavjud. Hozircha nima desak bo'ladi, biroz kichraytirilgan variantda ko'rsatdik, tanishtirdik. Sizlarga taxta mahsulotlarimiz yoqqan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Mana shu nomerlarga telefon qilgan holatda, aloqaga chiqqan holatda o'zingiz uchun kerakli savollarga javob olishlaringiz mumkin. Qolaversa, narxlari haqida, yetkazib berish xizmatlari haqida ham albatta so'rab olishlaringiz mumkin. Yetkazib berish xizmatimiz bor. Farg'ona viloyati, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyati bo'yicha yetkazib berish xizmatlari bor. Narxlar kelishilgan holatda. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa yangi videolar hali oldinda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.